Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun men sizlarga o'zimni shaxsiy narsa kelib qolgan edi. Provigator bilan sizlarni tanishtirib o'tmoqchiman. Mana korobkada kelgan deyarli yangi plastinkalar bilan birga kelgan. Ro'yxatni ham tashlab olgan ekanlar, qog'ozga yozib plastinkadan. Eslaganlar bo'lsa, hozir o'zi biladi. Mana korobkani ochamiz. Mana Lider 306 Provigator eslaganlar bo'lsa, izohlarda kommentariyada yozib ketsin. Deyarli yangi holatda ekan. Shuni sizlarga bir ko'rsatib beraman obzor qilib. Demak, boshladik. Mana korobkadan chiqarib oldik. Mana bunaqangi chiroylikgina, udobniy, o'zimdan ko'taruvsiz ham bo'ladi. Izohlarda kommentariyada kimda shunaqa narsa bo'lgan yoki haligacha bor yozib ketsanglar bo'ladi va shunaqa narsalar kerak bo'lsa bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Hozir sizlarga ochib ko'rsatib beraman. Mana bu yoqda ochiladigan joyi bo'ladi, bosiladi. Ikkala tarafini bosib keyin ochsa bo'ladi. Ochamiz. Mana shunaqa holatda bo'ladi. Ana bu yoq qo'yiladi. Qanaqa qilib ishlatishni ham ko'rsatib beraman hozir sizlarga. Mana shunday bo'ladi. Bunga ulanadigan mana bunaqangi orqadagi shnurni to'qillab oldik setga. O'zini mana bu yoqqa ulanadi. Mabodo tushunmaganlar uchun ham ko'rsatib ketyapman. Mana ikkinchisiga ulanadi aynan. Shunaqa holatda bo'ladi. Xo'sh, endi mana set degan joy bor. Yoqamiz. Mana yonda. Ovozlar ham chiqdi. Mana ovoz ko'taradigan joyi, mana bitta regulovka joylari. Hozir bir plastinkani qo'yib ko'rsatib beraman qanaqa ishlashini. Mana plastinka qo'ydik, hozir bolalarga qo'yib tekshirib ko'ramiz qanaqa ishlashini. Deylik mana. Bu yangi plastinka, shunga qo'yib tekshirib ko'rdim. Xullas, bugun shuni obzor qilib ketay degandim. Videoga like bosinglar va videoni shunaqa narsa plastinkalar eshitgan do'stingizga jo'natib qo'ysanglar, biri eslashi mumkin. Keyingi video obzorda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar.